Yilning mushu mezgilda qutb ayiqlari o'tir hisob bilan har 20 qitimliq ovda faqat bir qitimla muvaffaqiyat qozona oladi. Bu ayiq urug' bo'lg'achqa muvaffaqiyat qozonish nisbati tuvan bo'lishi mumkin. Uning qo'lidan keldig'ini faqat davomli tirishishdir. U purqining o'zini oshkorlab qo'ymaslik uchun dengiz iqinda keng doirada aylanib o'zidi. Dengiz iqini uni Tiolinning orqa tarafiga elib keldi. U hozir Tiolinning keynida. Hayron qolarliqi ayiq Tiolinni suv ostida tutib oldi. Tiolin kichik bo'lsa-mu, uning badanida 100 ming kaloriya issiqlik energiyasi bor. Bu energiya qutb ayiqining bir haftalik hayot kechirishiga yetadi. Bu vaqt ichida u yana birini tutib olishi mumkin. Ammo bu ahvol uzun davomlashmaydi. Yoz fasli uzun davomlashgan sari temperatura ko'tarildi. Har qatimliq ovlash texnik ko'p energiya talab qilib, qutb ayiqining zapas energiyasini xo'rtidi.